Subhanallah walhamdulillah la ilaha illalloh. Savol: men 5 vaqt namoz o'qiyman, roza tutaman va zakot beraman. Lekin namoz o'qiyotgan paytimda yashin tezligida har xil yomon xayollar miyamga kelib, iymondan chiqib qolmadimmikan deb qo'rqib ketaman. Hazrat, menga yordam bering. Nima qilay? Hop, Alloh yordam bersin hammamizga. Yordamni Alloh beradi. Mana shu savolning egasi kim bo'lsa ham juda baxtiyor odam ekan. Nimaga desa, ibodat vaqtida ko'ngliga har xil narsalar kelishi, kufr darajasiga yetadigan, iymondan chiqib ketadigan holatga keladigan, aytishga birovga aytib shuni manaqa bo'lyapti deyishga qo'rqadigan narsa kelishi iymonni belgisi hisoblanadi. Sahobalardan birlari kelib Rasuli akram alayhisolatu vassalomga xuddi shu gapni aytganlar. Ey Allohning rasuli, ba'zi vaqtda xayollarga shunday gaplar keladiki, uni aytishdan sizga qo'rqamiz deganlarida payg'ambar alayhisolatu vassalom zalika mahdul iymani deganlar. Ana shu iymonning o'zi deganlar. Nima degani bu? Bu juda nozik narsa. Ana shu xayolga kelayotgan, kufr darajasiga yetayotgan, aytishdan qo'rqib haligi odam o'zini qo'yarga joy topolmay qolayotgan holat shaytonning vasvasasi bo'ladi. Ruhiy tarbiya mashoyihlari aytadilarki, shayton ikki toifa odamga tegish qilmaydi. Birinchisi shaytondan ham battar bo'lgan odamga tegish qilmaydi, o'ziniki, og'aynisi. O'zi shundoq ham shaytonning sherigi bo'lib yuribdi. Ikkinchisi shayton ta'sir qilmaydigan darajada baquvvat iymonga ega bo'lib Allohga yaqin bo'lib qolgan. U shayton ming tipirchilasa ham e'tibor qilmaydi, u yo'lini topib ketdi. Shaytonning harakati hammasi unga agar osiladigan bo'lsa behuda ketadi. Buni u la'nati biladi. O'rtadagi odamni vasvasa qiladi bu. Ya'niki benamozlikdan namozga o'tdi, bero'zalikdan ro'zaga o'tdi, Qur'on o'qiyapti, tilovat qilyapti, ibodat qilyapti, shaytonning izidan chiqib ketyapti. Shaytonni sherikligidan chiqib Rahmonga qarab ketyapti. Shunda tipirchilaydi bu. Buni ham o'sha eski holatda ushlab qolishga tirishadi. Ana shuning uchun bu iymonning belgisi deyiladi. Tushunarlimi? Shuning uchun bunaqa holat kimda yuz bersa bu ko'p bo'ladi. Yoshlar har haftada, har oyda kelishadi oldimga menga. Yigit qizlar shunaqa bo'lyapmiz deyishadi. Ularga ham shu gapni aytaman. Men shu savolning egasidan xursandmanki, ko'pchilikka aytilib qolyapti bu gap. Chunki ko'pchilik yolg'iz qolganda shivirlab so'raydigan gapda bu. Yaxshi xat yozib beribdi, hamma eshitib olgani yaxshi. Yigit qizlar, yangi ibodatga kirayotgan azizlarda mana shunaqa holat paydo bo'lsa, xursand bo'lishsin. Yana ham ibodatga qattiq urinsin, inshaalloh shaytonni noumid qilib, uni izmidan chiqib, baquvvat iymonga sohib bo'lib, Rahmonning bandalari qatoridan joy olishadi. Shuning uchun bunaqa holatda hech tashvishga tushmanglar. Har xil nimaga bormanglar-da, mana shu narsani juda yaxshi bilib olinglar. Termizning yaqinida Hakimi Termiziy degan buyuk bir tasavvuf namoyandasi dafn qilinganlar. Shu kishining Odobul Muridin degan kitoblari bor. Men o'zimda shunaqa holat bo'lganda o'sha kishining kitobini o'qib tushunganman buni. Tushunarlimi? Bu hammada bo'ladi. Ko'pchilikda kichkinaligidan tarbiyalanib kelsa, yengil o'tib ketadi, bilmay qoladi o'zi. Lekin bir oz aqlini topgandan keyin ibodatga kirib boshlasa, bu hatto kelgan holat hammada bo'ladi. Shuning uchun buni yaxshilik belgisi deb bilish kerak. Namozga, ro'zaga, zakotga yana avvalgidan ham yaxshiroq ixlos bilan harakat qilish kerak. Juda yaxshi bir natijalar bo'ladi.